Assalomu alaykum. Bizda Biznes TV kanalimizda obunachilari hamda kanalimizda mehmon bo'lgan do'stlar. Xudo xolasa, bugun 10-may kuni 2026-yil yakshanba kunida Andijon Asakaga kelib apparatimizni o'rnatdik. Dizelni bezmishalka o'sha arzonroq variantidan. Xo'p, turpoqlarni tayyor qilib, o'zlari hamma yo'lni yurgizishga tayyor qilib qo'yibdi ekan. Biz ispitaniya qilib tekshirib berish uchun keldik. Mana biz o'rgatganimiz yo'q, turpoqlarni ham o'ta ideal holatda tayyorlab qo'yibdi. Juda zo'r. Obi-tobi ham, rangi ham o'sha sariq, rosa shirali turpoqdan tayyorlab qo'yibdi. Hozir sizlarga uni ishlashini bitta ko'rsatamiz. Agar yoqsa, bittadan laykni bosib, bizni kuzatib turaverasizlar. O'sha razmerimiz standart 12 ta chiqaradi, 7 lik. Soldatskidan. Xohlasa paltara, farqi yo'q, razmerlar har xil chiqaraveradi. Qani unda biz boshlaymiz. Bizni kuzatib. Tezroq. Mana do'stlar, ko'rdilaring Zankent qishlog'ida Sakani o'sha mini zavodimizda ishlashini 10 minut deyarli ishlamadi. Mana ko'rib turibsizlar, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ta. Bu degani har bittasi 12 tadan o'zlaring baho berasizlar sifatlariga ham. Xo'p, bittadan laykni bosasizlar. O'ta go'zal o'sha standart razmerda ishlarni chiqardi. Akalarimizni xonadonida ishlatib berdik. Ha, aka? Ma'qulmi, zo'rmi? Yaxshi. Mana. Kimgadir aynaqalar kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.